muncha sovuq a, muncha sovuq, bu darajada sovuq qilmanglar, bunaqada reski shamollab qolaman deb issiq kiyimlarimni kiyishni boshladim. Mana shunaqangi oq klassический bruk yangi oldim. Kstati, qizlarjonlar, mana shunaqangi oq sviter, mana shunaqangi kojinka ichi patli puxingi kurtichka kiyamiz. Tezda shapara hamma kiyimlarimizni kiyib olamiz, chunki bunaqangi sovuq kunda kiyimsiz o'tirish bu o'zingizga o'zingiz qilgan eng katta jazo bo'ladi. Kiyimni ichidan mana shunaqangi issiq tutadigan gamash va zimniy maychka ham kiyib olish kerak. Naskini ham unutmaymiz, chunki bitta jemperni o'zi bilan hammamiz bilamiz, odam bunaqa darajada isimaydi. Ayniqsa -3 gradusda, hozirgi kunda Buxoroda -3 gradus. O'sha uchun mana shunaqangi qavat-qavat karamga o'xshab kiyinish hamma uchun eng ma'quli. Mana bu shapara kiyimlarimni kiyib oldim, sochlarimni jingalak qildim, oq shapchkamni kiydim. Bugun bizda syomka, o'sha uchun sal oliftaroq kiyinishga majbur bo'ldim. Atak men qishda umuman makiyaj ham qilmayman, unaqa bir-biriga moslab ham kiymayman. Issiq bo'lsam bo'ldi, chunki qishni ko'zi ko'r. Hammaga shunaqangi geravaman. Paka-paka.